Dəldirim. Nasıl qalaymıqan əslən yeməydigan qo. O gəp anlamaydigan meynət. Ama sizde vaqt ko'z qarash degani mavjud emasga ya. 5 minut kelmagansiz mala men ishqi burug' o'ltirgan Antoshan Mantoshan. O'ylab qo'ysangiz men bir inson bo'lgandiki. Vaqtda kelsangiz Ben keç qağımını özəm bilmən qıran dəpəmisiniz-mi? Qamlaşmağa çaqçaqlarınız qıma. Yo, kannadak mijazınız var ki acıma sizin. Apamalla. Onu mu değiştik, bunu mu değiştik? Mava altınlarımdan bir yürüyüş, özümüz şeşlik, yaxşı mahsulot to'g'ashqa, ikkimizning tunji qitim uchrashishimizga bir yürüyüş sizga sovg'a qilay. Ko'ngil so'g'am, qabul qilgaysiz. Mening ismim Almira, artıq vaqtim yo'q, gap kelayli. Pulunuz bormi? Dadam bor, Mashinangiz bormi? dadam bor, Uyingizchi? dadam bor. Qanday nimasan? Qolsin suybamı bundan sağ tegemdim, dadam tegemdim. Nim desem dadam ba deb. Dadam qilib tegayman berib hamsa. Qamlashmagan. Apa yaxshimi, yaxshi tudingmi? Tan salomat ekan yaxshimi? Ya apa, sen qanday qizlar bilan ko'rishtirib uzatsan meni? Sen mening baxtimni ashta qizlarni tepamoqchimi? Ha? Ya nima o? Odamga tepeye chiqadigan sirtlango oldigiz keyni paka. Voy mening qilim kerak, bunda qizlar mayli. Yüzdigan qum qog'ozdek ulab ketdi. Budirchoq urulab, apa, sen o'ylab baqa. Ya mening qilim kerak o's mayli. O gap o yüzchoq urib qo'rnagan gap yo'q, apa, bu yerda-chu. Hada. Mikro usulda qizval deganimda mikri ma'ribus bo'ladi. Hozir qilma ko'rish kunim Taysonning 6 oylik vaqtida kitobga buni chiroyi degan mo'shta kirib menga tosqalda putrik egiz boshliq oyoqning pashini menga bufqa patirib atgili. Bunda qizlarni o'ytisam shu yoq tayoq yeyman apa shu. Kechto qaytib seni uyingga tomoq yeyman shu. Ya. Va dadamga tegima, dadamni to'y qilma deb dadamning gapini xushurdi-ku bu qapoq vash. Hozir ko'rish kunim. Onunken apa men sana deb qo'yay, dadamni ching tutjuma men sana deb qo'yay. Ha. Qeyrg'ani buzib olmayli dadamni men sana deb qo'yay apa. Qeyrg'ani va qeyrib ketgani buzib olmayli. Shunda sog'lom pokiz tutib atsizlar uyni. Qeyrg'ani buzib ketib, uni hozir kichik alvaslar yomon apa. Sen uqmaysa, tushunmaysa, ichki jivijini ichiblar. Kindekni ichiblar, birla to'lg'aydigan bo'lsa dadamni buzib oladi. Dadamni buzib yutadi. Dadamdek tozdan 10 ni daryoga apaman sug'anmay kelgan qildi bu. Dadamning xudo bu. Hozir jamiyat tushunmasa bu. Ha, bo'ldi-chu. Biraylarga berib qolsang, darvozani qulib chilib, ishchi qo'yib at odamni. Biraylarga bamoqchi bo'lib qolsanglar, mo'yim ishib qolsa, qo'l tutib yo'ldan o'tirdi menga. Ha. Asla chiroyli berib yandirib kelib, munda qilib nim qilinglar, men qeyrg'ani buzib olmaydi, men sog'lom tutinglar uyni. Pakiz munda bu umringlarni oxirigacha birga o'timizda to'y qilgandan keyin dadamni ching tut. Ha? Qag'ashlarni men demay. Pakiz munda nim qilib yursanglar bo'ldi. Qeyrg'anda Tulxotonning nomini yeb qolma. Dadam Boytaq degan nomini yeb qolmasin. Men bu dadamning kichik xotinini opa deb yurmay. Dadam yo'qoqladi. Aklab qo'yib opa debman. Shuningga bo'ldi, qag'ashlarimizni tushunsan oldi. Ma'qul opa. Qani! Voy dada. Qanday ahvoling, yaxshimi, yaxshi tudingmi? O, nim bo'ldi? Ovozlari ham uzishib ketdi-ku. Hiqildab qopsan-ku, tayoq yeb ketgan to'xuladek. Opang urdi demsa?